Germaniyada vakansiya. Rossiyani hind migrantlariga qo'yib beraveringlar do'stlar. Okey? Bemalol Rossiyadan Germaniyaga kelishga yo'l ochildi. Ya'niki shofyorlarga, B, S pravasi borlarga yangi vakansiya bor. 70 ta vakansiya. Undan tashqari ayol qizlarimizga tozalash sohasida vakansiya bor. Eng muhimi til sertifikati umuman talab qilinmaydi va eng zo'ri til bilmasdan ham borish mumkin. Faqat lekin 3 oygacha viza olasizda, 3 oy davomida o'zingiz uchun nemis tilini o'rganib turishingiz kerak. Germaniyaga yo'l ochildi xullas Rossiyadan. Bo'ldi, hindlarga qo'yib beringlar. Patali putra deb yurishaversin u yerda. Biz Yevropaga, Germaniyaga, boshqa umuman Yevropa davlatlariga kelaveringlar. Bo'ldi, zerikdik. Xullas, kimda reallik qiziqish bo'lsa, asosiysi kuryerlikka 70 ta Rossiyadan yoki umuman O'zbekiston, Yevropadan ham va asosiysi tozalash sohaga qiziqish bo'lsa, qurilish sohasida qiziqish bo'lsa, plyus belgisini qoldiringlar. Qo'lingizdan nima ish kelishini albatta yozib ketinglar. Germaniya, Yevropa do'stlar. Bosamiz.